buyuk bobomiz Mir Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Xorason davlatining Hirat shahrida dunyoga kelgan. U 4 yoshidanoq boshlab maktabda ilm o'rgangan. 15 yoshidanoq turkiy va fors tillarida yozilgan she'rlar bilan elga taralgan. Alisher Navoiy turkiy tilda birinchi 5 ta shoh asari Hamzani yaratdi. Unda Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Laylo va Majnun, Sabbai Sayyor, Saddiq Iskandariylardan iborat. Alisher Navoiy she'rlarini jamlab bitta devon shaklida bergan va uni Xazoin-ul Maoni, ma'nolar xazinasi deb nomlagan. Alisher Navoiy 1501-yilda vafot etgan. Ko'z bilan qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi, yuz bilan so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi, el bilan renging yaxshi, saqoling yaxshi, bir-birni deyin boshdan oyog'ing yaxshi. Gar oshiq etang mehrul vafo qilma havas, dard istayu dafiga davo qilma havas, hijronu visol mutlaqo qilma havas, dildoringda gayri rizo qilma havas. Jahonki muqaddas ne'm ko'ribdi, bariga onasan ey qodir hayot, asrlar qa'ridan boqib turibdi, nurli bu yuzlarga nuroniy bir zot. Har yerda bahor bo'lsa, chamon bo'lsa kerak. Har yerda chamon gul sumi bo'lsa kerak. Har qayda xazon bo'lsa, tikan bo'lsa kerak. Har qayda tikan muhan bo'lsa kerak. Kimki o'zlik imoratini buzdi, bo'ldi naqdi fano aning muzdi, ul imoratni buzmay solik, bo'la olmas bu naqga molik. Farzand ato qilg'ay, odat qilg'ay, ul odat ila kasbi sadoat qilg'ay. Har kimki o'ziga ko'p rivoyat qilg'ay, o'g'lidan angla bu isrojat qilg'ay. Kim ko'rdi ekan jahonda ayyor xushluq, tobir kishi aylagay tamanno xushluq. 100 yilda agar bir usul paydo xushluq, omaddir yonida 100 nok xushluq.